Minecraft. Lekin bugungi videoda biz tovuqli mirda vijvaniya qilishimiz kerak. Bu vijvaniyamiz davomida bizga sunduq beradi va har xil tovuqlar mavjud. Misol uchun loyli tovuq yoki bo'lmasam qumli tovuq. Bizning maqsadimiz esa mana shu yerda joylashgan kattakon qayiqni polni obzor qilib, u yerda nimalar borligini ko'rsatish. Birodarlar, sizlardan iltimos, men Minecraftdan ko'proq kontent qilishim uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Yo, barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birgalikda bugun Zaykboy sizlarni juda noodatiy kartada, ya'ni tovuqli kartada ko'rib turganimdan xursandman do'stlar. Bugun biz mana shu tovuqli kartada yashab qolishimiz kerak. Ana yoqda ko'rishinglar mumkin. Qanaqangidir kosmik kema bor. Maqsadimiz shu yerga borish va mana shu yerda kuchayish. Xo'p, do'stlar, bundan oldin sizlar albatta kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosinglar, sababi bunaqa videolarni topib bo'lmaydi internet olamida. Shuning uchun обязательно like, подписка bosib qo'yinglar. Keldi shu videoda 1000 ta obunachi chig'amiz va keyin yana video tovuqli blok ham bor ekan do'stlar. Tovuqli blok, yo'q. Bo'ldi. Birinchi navbatda daraxt chopib olishimiz kerak, keyin bo'g'im mil orqali ko'paytirsak bo'ladi uni. Chunki sabab bizning maqsad u yoqqa borish. Xo'sh, do'stlar. Albatta birinchi bularni olamiz. Sizlar zerikmay bemalol kommentariyada yozinglar. Men Minecraftda bo'lmaganimda nima hodisalar bo'ldi, Minecraft qiziq ketdimi yo, mana shuni kommentariyada sizlar yozinglar. Xo'p. Bitta crafting table olamiz va bu crafting tableda misol uchun chiroyli mana shu qo'yaylik. Bug bo'lib qoldi. Kak sapling bu yerda juda zo'r. Xo'p, nima qilamiz? Endi biz o'zimizga bitta kirk kesa olsak qilay ekan. Bitta kirk kesaymiz do'stlar, sababi kirk hozirgi времяda bizga kerak. Yaxshi. Endi nima qilamiz? Yo'q, bo'lmaydi. Tosh olish juda qiyin ekanda bu yerdan. Muammo ekan do'stlar, u tosh olish времяda. Shuning uchun kelib o'zimizga bolta yasab qo'yamiz, bo'ldi. Toshli aslaqalar yasamaymiz. Sababi nimaga desanglar, o'zingizlar ko'rdinglar. Vaziyat tushib ketyapti. Xo'p, bo'g'im milga aylantiramiz buni. Xo'p, saplingni qayerga yasay ekan? Saplingni bittasini bu yerga. To'xtanglar, daraxt tushishini kutaylik do'stlar, keyin u tarafga qarab harakatlanamiz. U yerga borish xudo xolasa muammo emas. Yaxshi. Bo'ladi, zo'r. Mana bu yerga. Mana bu yerga. Mayli, mana shu yerga ekanmiz. Xo'p, ketdik. Hozir. Do'stlar, yarimi bilan deyarli shuncha daraxtni o'stirib oldik. Normalli, ularni hammasini olib chiqamiz endi. Keyin menda zo'r ideya bor. Shuni ham qilsak bo'ladi. Xo'p, zo'r. Polni daraxtlarni olib chiqamiz. Ajoyib obunachilar, ko'rishlaring mumkin. Biz daraxtlarni chotki tekislayapmiz. Good. Bunisini ham normalli. Chotki do'stlar, hozircha 9 ta bo'ldi. Hozir mana shularning hammasini shuni olaylik. Bolta bor. Minecraftda yangi novichok odamdek bolta bilan teshmayapman. Tasavvur qilyapsizlarmi? Sindirmayapman. Do'stlar, bir oy Minecraft o'ynamaganimga Minecraft men siz zerikib qolibsizlar-a. Endi bu xatoni to'g'rilaymiz. Chotki kartalarda o'ynaymiz. Sizlar prosto ko'rib, poddeshka qilib tursanglar bo'ldi. Qolganida muammo yo'q. Tushunyapsizlarmi? Nice. Обязательно like obuna bosinglar. Biz hozir u tarafga qarab yo'lga chiqamiz, obunachi. U yo'q, polni obzor qilamiz. Xo'p, bo'ldi. Nima bo'lsa bo'ldi. Ofishga aylantiramiz. Hammasini yarimtalik blok. Boom. Qani nima qilardik? Nima qilamiz do'stlar? Nima qilamiz? Let's go. Boshqa hech narsa demaymiz. Tezroq qurib olishimiz kerak shu tarafga qarab. Obunachilar biz deyarli yetib keldik. Endi u tarafga
Nima narsa bor ekan bu yerda? O'tib bo'lmaydimi? O'tib bo'lmasmikan do'stlar? Qaroqchilarning kemasi bor ekan. Mayli, kreativga sindirmasak bo'lmaydi. O'zlaring ham bilasizlar do'stlar, yana krisalik qildi degan fikrga kelmanglar akalar. Krisalik qilmaymiz. Umuman kirib olganimizda krisalik qilamiz lekin обязательно. Bo'ldi, endi survivalga tushib bo'ladi. Xo'p do'stlar, mana o'zingizlarni ko'z o'nginglarda men kreativ survival rejimiga o'tdim. Endi polni qayoqda obzor qilib chiqishimiz kerak. Xo'p, nima narsalar bor bunimi? Bu ham qanaqangidir blok. Xo'p, hech narsa yo'q. Ovqat, hech narsa yo'q. Shunchaki normal narsa qo'ysanglar bo'lmaydimi, birodarlar? Nima bo'ldi? Короче, bu xullas tovuqli mer. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, yaxshi. Bu yerdan spawn qilar ekanda. Saplinglar ham bor mana. Ekamiz. Bo'ldi, tugaydi. Estirib qo'ysak bo'ladi. Xo'p. Obunachilar, bu bizga prinsop kelmadi bu karta. Ko'rdinglar, obzor qildik. Polni o'zingizlar o'ynashinglar uchun ham qoldirdim. Shuncha Telegram kanalimga o'tsanglar, men bu yerda polni tashib qo'ygan bo'laman. O'zingizlar o'ynasanglar bo'ladi. Shuncha oldin obuna bo'linglar. Obuna bo'lib like bosing, обязательно tashib beraman. Xullas, hammaga xayr. Sizlar bilan Zayik boy bo'ldi. Keyingi videomizgacha ko'rishguncha sog' omon bo'linglar do'stlar. Obunachilar, to'g'risi o'zlaring bilsalaring kerak, men deyarli Minecraftda 1 oy kontent qilmadim. Shuning uchun sizlardan bitta iltimosim bor, yana shu videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bu kanalimda nechta akkauntinglar bo'lsa ham obuna bo'lib, tezroq 1000 ta qilaylik. Kattakon rahmat obuna bo'lganlarga. Keyingi videomizda kutib qolinglar.